Agar uyingizda olmali ko'payib ketib nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu olmali pirog retsepti aynan siz uchun. Ishimizni elidan chiqarilgan unga razexritel qo'shib aralashtirishdan boshlaymiz. Keyin margarin qo'shib urvo holiga keltirib olamiz. Urvoni qo'lingizda siqib ko'rasizlar, agar mana shunaqa shakl kelsa tayyor bo'lgan bo'ladi. Keyin saxarniy pudra qo'shib yana bir marta aralashtirib olamiz. O'rtasini ochib, smetana va 2 tuxum sariq solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ikkiga bo'lib, chetga tindirishga olib qo'yamiz. Xamirim tinguncha olmalarni artib, somon shaklida to'g'rab, shakar sepib, aralashtirib tayyor qilib qo'ydim. Tingan xamirimizni olib, dumaloq shaklda yoyib olamiz. Xamir yoyayotganda e'tiborliroq bo'ling. Tagi qismi juda ham yupqa bo'lib ketishi kerak emas. Yoyilgan xamir listga joylab, ustidan olmalarni solib, hamma joyga taqsimlab chiqamiz. Ikkinchi sal kichikroq xamirimizni ham yoyib, pirogimiz ustidan joylaymiz. Chetlarini to'g'rilab, yo'llarini chimchilab, chiroyli qilib burab chiqamiz. Pirogimiz ustidan ozgina puchoq urib olamiz. 180 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Pirogimiz sovigandan keyin ustiga saxarniy pudra sepamiz. Keyin bemalol kesib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Ishoninglar, juda ham mazali, og'izda eriygan yumshoq